Devam kerak edi. Shu Qashqadaryoning mana Buxoro amirligining ag'darilishi, Qarshining Shahrsabzning Ruslar tomonidan bosib olinishi, keyin Qarshida Shahrsabzda Yakkabog'da Sovetlarga qarshi isyon, g'alayat qo'zg'olon ko'tarilishi. Bular shular haqida bironta darslikda, biron bir manbada yo'q, berilmaganidir. Lekin men o'sha Qashqadaryo tarixini yozganimcha 90-yillarda ba'zi manbalarga ko'zim tushganida qiziqib qolgandim. O'sha vaqtda imkoniyatim bo'lmagan, Qashqadaryo tarixini chiqaray deb harakat qilganman. Chiqarib bo'lgandan keyin menga juda yaxshi sharoit yaratib berishdi, universitetdan bo'shatib qo'yishdi. Attestatsiyadan savodi yo'q uchun o'tmadi dedida. Vaqtim ko'p bo'ldi-da. Vaqtim juda ko'p bo'ldi. 5 yil shu qatnadim. Bir minglab endi juda ko'p dilerlarni o'tkazdim o'shalarda. Ittifoqqa juda ko'p savollarga javob chiqib qoldi. Masalan, Qashqadaryo tarixi degan gazeta chiqqan, Qashqadaryo haqiqati degan gazeta chiqqan bizda. Necha yil? Ya avvalgi nomida 24-yildan boshlab chiqa boshlagan. Bu qaysi bir yillari kelib 74-yildami, 84-yildami 50-yilligini qilmoqchi bo'lishdi. Lekin asos yo'qligi uchun 50-yilligi qoldirildi. Lekin ne ko'z bilan ko'rayki, men arxivda ishlaganimda o'shaning asosi chiqib qoldi. Mana Qashqadaryo haqiqatining bugunligi anaqasida sarog'asining tagida o'sha narsa ketyapti. Falon vaqtdan chiqa boshlagan degan. Keyin